Assalomu alaykum hurmatli YouTube ixlosmandlari. Bugungi video davomida crossoverlar oilasiga mansub bo'lgan Tigo 8 ning gibrid modeli haqida gaplashamiz. Bu yangilik desa ham bo'ladi, sababi biz oldin Tigo 8 imizni luxury premium komplektatsiyalarini faqat benzinli variantida sotardik. Hozirgi kunda ko'p xalqimiz so'rab keladigan, ya'ni benzinda ham tokda ham yuradigan variant, ya'ni gibrid varianti bor. Xo'p, mashina haqida qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Mashinamiz tepasi panorama tom bilan jihozlangan bo'ladi. Doimgidek premium sifatda bo'lganini hisobiga video registratori zavodskiy o'zi bilan birga bo'ladi. Yomg'ir yog'ganda oyna tozalagichlar avtomatik ishlaydi. Aynan bu haydovchining komforti hisoblanadi, sababi yomg'irda tezligiga qarab o'zini o'zi ligirovka qiladi. Old qismiga keladigan bo'lsak, yangilangan mana bunaqa katta dizayndagi oblisovka brilliantoy deyiladi, nikellar bilan jihozlangan bo'ladi. Faralar doimgidek LED yonadigan proyeksion hisoblanadi, ya'ni burgan paytingiz o'zingiz bilan birga qo'shilib buriladi. Undan tashqari agar dalnida boshqa nur ko'rsa, ya'ni встречныйda nur ko'radigan bo'lsa, avtomat bliji bo'ladigan funksiyasi ham bo'ladi. Ikkita komplektatsiyada keladi, luxury hamda premium. Ikkalasida ham 360 gradus kamerasi bor, ya'ni oldi qismida 360 kamera, oldi parktroniklari, sababi crossover bo'lganini hisobiga pastdagi narsalar ko'rinmaydi. Oldiga haydagan paytda signal chalib ogohlantiradi hamda ichkaridagi monitordan ko'rsatib turadi. Xo'p, buni ichida 1.5 turbo motor jihozlangan bo'lib, 193 ta ot kuchini tashkillashtirib beradi. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savollardan yana bittasi, to'liq tokda necha kilometr yura biladi? 95 kilometrgacha to'xtovsiz harakatlanganingizda tokda yuradi. Undan tashqari 60 tezlikgacha yurgan paytda o'zini o'zi qayta zaryadlab ham ketadi. Umumiy hisobda 1200 kilometrgacha masofa bosib o'tish qobiliyatiga ega bo'ladi. Xo'p, hadovoy qismiga keladigan bo'lsak, doimgidek MacPherson podveska bilan jihozlangan bo'ladi hamda 19 diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ikki xil rangdagi, ya'ni duxsetni akraskada keladi, litiy diskalar. Yamaga tushgan paytda qayrilishi mumkin, qizdirib qaytarib to'g'rilab bemalol minib yursangiz bo'ladi. Salon aerodinamik eshiklar bilan jihozlangan bo'ladi, ya'ni bunda hech qanaqa ruchka yo'q. Mana shunaqa eshiklarni ochasiz. Ochgan paytda eshik tagidan mana bunaqa podsvetkalarimiz chiqib keladi. 360 gradus kameraning o'ng qismi hamda slipoy zona. Slipoy zonani oldingi videolarda ham aytganmiz funksiyasini, ya'ni oldidan, orqasidan yoki kunni qorong'i qismida xavf bo'ladigan bo'lsa, sezib ogohlantiradi. Xavf juda ham yaqin keladigan bo'lsa, signal ham chaladi. Xo'p, bu yerda interyerda juda ham katta o'zgarish bo'lgan. Sababi oldingi mashinalarimizda asosan qora hamda korичневый, ya'ni temni shokoladni rangda bo'ladigan bo'lsa, yorqin shokolad rangdagi salon bilan kelyapti. Xo'p, eshik kartalarida mana bunaqa yog'och elementlarga o'xshagan akvaprintlar hamda rombiklik dizaynga ega bo'lgan eshik kartalari koja elementlar bilan tikilgan bo'ladi. Doimgidek xrom detallar hamda ko'rishingiz mumkin, mana qo'lni qisib qolmaydigan detskiy rejimga ega oynalar bilan bo'ladi. Sony akustika, Yaponiya texnologiyalari bo'ladi. Xo'p, ichkari qismini ko'rsatadigan bo'lsak, oldi o'rindiqlarda sovutish, ventilyatsiya hamda isitish funksiyalari bo'ladi. Undan tashqari passajir o'rindig'ida atabankamiz bor. Ya'ni yoshi kattaroq odam bo'lsa yoki bo'lmasa charchab minadigan bo'lsangiz, bemalol oyoq tagidan yostiqchasini qo'yib, kresloni kapitanskiy qilib foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari pamit sideniya bilan ham jihozlangan bo'ladi. Ham qizdirib, ham sovutib ham beradi. Eshiklarda polodavodchigimiz bor, yopgan paytda bittaga yopiladi, katta kuch talab etilmaydi. Orqa o'rindiq haqida gapiradigan bo'lsak, ancha keng salon. Ya'ni o'rindig'imiz siljiydigan bo'ladi, gavdasiga qarab o'zini o'zi ligirovka qilsangiz bo'ladi. 1.70 bo'yi bilan misol uchun men o'tiradigan bo'lsam, bemalol o'tirasiz, tepasi ham tegib qolmaydi. Maza qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu crossoverimiz 7 o'rindiqli hisoblanadi. Buni 3-qatori ham bor. Xo'p, orqada ham xuddi shunaqa podsvetkalarimiz bo'ladi, ya'ni o'zingizni didingizga qarab 64 xil rangga o'zgartirsangiz bo'ladi. Eshiklarimiz ham xuddi shunaqa polodavodchik bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda ikkita zaryad razyom tashib ketilgan bo'ladi. Uy sharoitida zaryadga qo'yishingiz uchun 220 voltga tiqadigan hamda ko'chada podstansiyaga qo'yish uchun 380 voltga tiqadigan razyomlar bilan jihozlangan bo'ladi. Eslatib o'taman, uy sharoitida 3 soat, 4 soat oralig'ida to'liqligicha zaryadga qilishingiz mumkin bo'ladi. Podstansiyani vatiga qarab 20 minutda 80% yoki 90% gacha zaryadda olsangiz bo'ladi. Xo'p, orqa qismi haqida gapiradigan bo'lsak, doimgidek urfga kirgan Tigo 8 da benzinli variantidagidek to'liqligicha yonadigan monoqosh. Mana bu yerda gibridligini bildirib turadigan plug-in gibrid degan shildik bilan jihozlangan bo'ladi. Orqada ham 360 kameraning orqa qismi hamda zadniy parktroniklari bo'ladi. Bagaj elektrondan ochiladi, yopilishi ham xuddi shunaqa elektronda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 3-qatorimiz bo'ladi.
Bu yerda gibrid hamda elektromobillarda запасной balon bo'lmaydi. Ya'ni qo'shimcha balon bo'lmagani hisobida mana bunaqa aerozoli bo'ladi. Ya'ni o'sha sasogidan jo'natib yuboriladi, teshigini o'zi topib, yamab vulkanizatsiyagacha yetib olishingiz uchun sharoit qilib beriladi. Avariyaning znak hamda uy sharoitida zaryadga qo'yishingiz uchun mana bunaqa 1,5 kilovatlik zaryadlik zavodskiy o'zida, ya'ni komplektatsiyasida chiqadi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Boyaga aytib o'tdik, 3 qator bo'lganini mana 3-qatorni ko'tarasiz. Kerak bo'lsa, masalan, bu детский сиденье hisoblanadi. 15 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Katta odamlar sal qisilishi mumkin.